E'lon berishga Primoy egadan Haval M6 mashinasi kelgan. Yil 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari top-toza. Narxini 19.900 ga qo'yib beramiz. Mashinamizga 4 ta yumshoq balon, polnisi zinalar qo'yib qo'yilgan ekan. Eshiklarda beskulchoy dostuplari bor ekan. O'zim birinchi marta obzor qilishim bu Haval mashinasini. Xo'p, 29.000 kilometr masofa bosib o'tgan. Multirollari bor. Xo'p, klimat kontrol bor. Sidinalar isiydi. Elektronli rushnoylarda. Mashinamizda luki bor. Yaxshi chexol, evakor poliglar qo'yib qo'yilgan. Antiradar video registratorlari shutur qo'shib beriladi. Salonlari ham matviy bo'lib turibdi. Bagajlari ham keng ekan. Propan gazli ustanovka qilib qo'yilgan. Haval M6 kraska toza 2024-yilda ishlab chiqarilgan propan gazda, narxi 19.900. Egalari nomerini qoldiramiz, bemalol telefon qilib 1-2 so'm savdosini qilib baraka qilsangizlar bo'ladi. E'lonlarimiz mutlaqo bepul, kelib kanalga qo'ydirib ketsangizlar bo'ladi.